Rasmiy kompyuterlik fanning keyingi mavzusi bu shaxsiy akademik faoliyatni tashkil etish. Avvalambor hammamiz demak keyingi faoliyatimizni shaxsiy korxonalarda yoki davlat idoralarida ishlaganimizda bu shaxsiy akademik faoliyatni tashkil qilish bu juda muhim hisoblanadi va bu mavzumizni rejalar quyidagilardan iborat: shaxsiy rivojlanishni rejalashtirish, o'zini o'zi boshqarish ko'nikmasini rivojlantirish, samarali natija va muvaffaqiyat uchun shaxsiy javobgarlik va to'rtinchisi o'quv materiallaridan maksimal foyda olish. Birinchi navbatda o'z-o'zini nazorat qilish bu nima degani? Bu inglizchada self control, o'zini boshqarish deb ataladi. His-tuyg'ularingizni, fikrlaringizni va xatti-harakatlaringizni nazorat qilish qobiliyatida. O'zini o'zi nazorat qilish irodaga asoslanadi. Insonning ongli qarorlarni qabul qilish va ularni amalda qo'llash qobiliyatini belgilaydigan eng yuqori aqliy funksiya hisoblanadi. O'zini o'zi nazorat qilish aqliy o'zini o'zi boshqarish tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. O'z-o'zini nazorat qilish insonning maqsadlariga erishish qobiliyatining muhim elementidir. O'z-o'zini nazorat qilish darajasi insonning genetik xususiyatlari va psixologik qobiliyatlari bilan belgilanadi. O'z-o'zini nazorat qilish impulsivlikka qarshi, bir lahzalik vasvasalarga qarshi tura olmaslik. Kahnemanning fikriga ko'ra, o'z-o'zini nazorat qilish inson psixikasining ikkinchi tizimining ishlashi bilan ta'minlanadi. Bu aqliy harakatlar uchun zarur bo'lgan diqqatni taqsimlashni ta'minlaydi. Shu jumladan murakkab va hisiy jihatdan kuchli fikrlash va harakatlarni amalga oshirish ham hisoblanadi. Daniel Kahneman Nobel mukofoti bilan taqdirlangan. Bilamiz, o'z-o'zini nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan neyrofiziologik jarayonlar miyaning ko'plab sohalarida to'plangan, ammo miyaning frontal lobi o'zini o'zi boshqarish uchun eng muhim hisoblanadi. Frontal lobning shikastlanishi yoki uning konjenital patologiyalar o'z-o'zini nazorat qilishning buzilishiga olib keladi. Tajovuzkor va jinoiy xatti-harakatlar ham ko'pincha frontal lob patologiyasi bilan bog'liq. Walter Mischel tajribasi. Bu qanday tajriba? 1960-yilda Walter Mischel bolalar o'rtasida test o'tkazadi va uni zefir testi deb atadi. Sinovda 4 yoshli bolalarning har biriga bir bo'lak zefir berildi va uning qanchalik shirin ekanligi haqida o'ylashni so'rashdi. Boladan darhol bir parcha yeyish yoki 15 daqiqa kutish va keyin qo'shimcha bo'lak olish so'ralgan. Keyin qattiqchidan Mischel test ishtirokchilarining hayotiy muvaffaqiyatlarini kuzatdi. Psixologik testlar o'tkazdi va ularning ta'lim va martaba yutuqlarini shaxsiy hayotini taqqosladi. Tana massasi indeksini o'lchadi. 2006-yilda tadqiqotni tugatgandan so'ng Mischel vasvasaga berilib ketganlar, defenni darhol iste'mol qilmaganlarga qaraganda o'rtacha darajada stress, giyohvandlik, hissiy va shaxslararo muammolarni boshdan kechirgan degan xulosaga keldi. Eksperiment natijalariga ko'ra, Mischel o'z-o'zini nazorat qilish muvaffaqiyat va inson hayotining sifatini uzoq muddatli bashorat qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi degan xulosaga keldi. Bular bilan birgalikda o'zi boshqarish atamasining bir qancha ta'riflari va qarashlari mavjuddir. O'z-o'zini boshqarish bu har qanday omillardan qat'iy nazar barcha tizimlarda muvozanatni saqlash qobiliyatidir. O'z-o'zini boshqarish tushunchasi psixologlar, sotsiologlar va faylasuflar tomonidan faol o'rganilgan. Umuman olganda, o'zi boshqarish bu ish jarayonida juda muhim hisoblanadi. Jahl chiqqanda aql ketadi degan tushunchalar ham bor va bu degani, ya'ni o'zini shu jahli chiqqan vaqtida qanchalik darajada o'zini tuta oladigan, bila oladigan insonlar demak o'ta irodasi kuchli va demak o'z ish faoliyatini juda mukammal darajada o'rganganlar hisoblanadi. Falsafadagi ta'rifni ko'radigan bo'lsak, ushbu fan fikrlash va axloq mexanizmlarini faol o'rganmoqda. Agar o'zini boshqarishning falsafa tomonidan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu tushuncha dominant pozitsiyaga ongli topgan holda shaxsni o'z ustidan to'liq nazorat qilishdan yutadi. Psixologlarning fikricha, psixologiyada o'zini o'zi boshqarish tushunchasi faol tizimni tuzatish darajasini anglatadi. Psixologlar psixologik o'z-o'zini boshqarish psixikaga va uning voqelikni idrok etishiga asoslangan holda axborot xarakteriga ega bo'lgan jarayondir. Bu turli xil tasvirlar va tushunchalarning taqdimoti bilan bog'liq.
O'z-o'zini boshqarishning asosiy nazariyalari barcha nazariyalar hissiyotlarni va psixikani boshqarish qobiliyati bevosita shaxsning faoliyat turiga bog'liq ekanligiga qo'shiladi. Tizim faoliyati va tizim funksional nazariyalar mavjud. O'z-o'zini boshqarish ma'lum darajalarga ega. Bular qaysilar bo'lib o'tamiz? Ixtiyorsiz tip bilan odam ma'lum ruhiy reaksiyalarni boshqara olmaydi. Ikkinchisi, ixtiyoriy o'z-o'zini boshqarish o'zining mushaklarining kuchayishi, nafas olish shaklida namoyon bo'ladi. O'zboshimchalik bilan emotsiyalarni ham kuzatish mumkin. Uchinchisi, bu ongli ravishda o'zini boshqarish. Odam o'zini charchab va noqulay his qilganda, shu bilan birga bu hissiyotlarni boshqara olganda paydo bo'ladi. To'rtinchisi, o'z-o'zini boshqarish bilan shaxs ustuvorligini berishga qodir. O'z-o'zini boshqarish tufayli inson ruhiy holatini boshqarishi, nizolarga kirishmasligi, shuningdek ichki kuchini tiklay olishi bo'ladi. O'z-o'zini boshqarishning paydo bo'lishi va rivojlanishi. O'z-o'zini boshqarish ma'lum taktik rejaga ega, o'z-o'zini boshqarishni rivojlantirish bosqichlari. 3-4 yoshida u beixtiyor nutq va motor reaksiyalarida o'zini namoyon qila boshlaydi. 4-5 yoshlarda siz ongli ravishda o'zini o'zi boshqarishni kuzatishingiz mumkin. 5-6 yoshda o'zini o'zi boshqarishning birinchi va ikkinchi turlari teng qismlarga bo'linadi. 6 va 7 yoshda xatti-harakatlar yanada ongli bo'lib, o'zini o'zi boshqarishning dastlabki belgilari paydo bo'ladi. 20 yoshgacha malaka oshirib boriladi. 20 va 40 yosh atroflarida faollik o'zini o'zi boshqarishning asosiy tarkibiy qismidir. 40 dan katta yoshdan boshlab passiv dam olish va aks ettirish vaqti keladi. O'z-o'zini tartibga solishga yoshdan tortib ijtimoiy me'yorlar va faoliyatgacha bo'lgan ko'plab omillar ta'sir qiladi. Motivatsiya bu holda rivojlanish uchun turtki bo'ladi. O'z-o'zini boshqarish, shaxsiy rivojlanish va muvaffaqiyat uchun muhim bir demak yetakchidir. Bu o'zga ishonch va ozgina qabul qilish, o'z maqsadlari va hujjatlari uchun maslahat berish, o'z vaqtini va resurslarini samarali tarzda boshqarishni o'rganishni talab qiladi. O'zini o'zi boshqarish ma'naviyatning keng miqyosli vazifalaridan biri sifatida har bir shaxs va butun jamiyatni to'g'ri yo'lga solish uchun xizmat qiladi. O'zini o'zi boshqarish xalq turmush tarziga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Siyosiy jihatdan o'zini o'zi boshqarish esa turli jamoat birlashmalari, nodavlat tashkilotlarning faoliyatida o'z aks ifodasini topadi. O'zini o'zi boshqarish bu ijtimoiy ishlar yuzasidan yig'ilishda kelishib yoki saylangan vakillar yordamida qarorlar qabul qilishdir. Shuningdek, mamlakatimizda mahalla o'zini o'zi boshqarish tuzilmasi sifatida oiladan xorijiy jamiyatga o'tish uchun axloqiy ko'prik vazifasini o'taydi. Bunday tuzilma o'ziga xos noyob ijtimoiy institut g'arb olamida yo'q. Bu hol mamlakatimizda fuqarolik jamiyatga o'tish jarayonining jadallashuvi va oson kechishiga xizmat qiladi. O'z-o'zini boshqarishning bir necha asosiy qismlari mavjud. Birinchisi maqsadlarni belgilash, o'zingiz uchun aniqlangan maqsadlarni belgilash va ularga erishish uchun qadam qo'yish. Bu o'zizlik va motivatsiya oshirishga yordam beradi. Demak, oldindan maqsad qo'ysangiz, o'zingiz uchun juda muhim va asosiy maqsadlarni belgilasangiz, unga erishadigan reja va bosqichma-bosqich erishiladigan ishlarni ham belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Va ikkinchisi bu vaqt boshqarish. O'zingizning vaqtingizni samarali tarzda boshqarish uchun tartibga solishtirish. Bu maqsadlarga yo'nalish vaqti, kundalik ish rejimi va muhim vazifalarni belgilash o'z ichiga oladi. Energiyani boshqarish. O'zingizning energiyasini samarali tarzda boshqarish uchun qulayliklar yaratish. Bu muntazam tushuncha va to'g'ri ta'minot bilan bog'liq. To'rtinchisi resurslarni boshqarish. O'zingizning moliyaviy resurslaringizni, shu jumladan pul, vaqt va imkoniyatlaringizni samarali tarzda boshqarish. Bu o'z maqsadlaringiz uchun kerakli resurslarni aniqlash va ularga qulaylik yaratishni talab qiladi. Beshinchisi bu stressni boshqarish. O'zingizga tegishli stress va xavfni tushunish va uning bilan samarali tarzda boshqarish. Bu stressli holatlarda rohatlanish va qo'llab-quvvatlash usullari o'rganishni talab qiladi. Va oltinchisi o'z-o'zini baholash. O'zingizning rivojlanish darajasini baholash va muvaffaqiyatingizni oshirish uchun o'zingizga yaxshi tanqidiy qarshilik qilish. Bu o'zingizning yo'nalishlaringizni va ustunliklaringizni aniqlashga yordam beradi. O'z-o'zini boshqarishga nimalar ta'sir etishini ko'rib o'tamiz. Bu yerda demak, tashqi va ichki omillar kirishi mumkin, ta'sir qilishi mumkin. O'z-o'zini boshqarish konsepsiyasi bu demak turli xil qobiliyatlarning keng toifasini o'z ichiga oladi. Ular o'z faoliyatini nazorat